Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Bu mening maktabim loyihasining ishtirokchilari. Hurmatli Raimjon akamiz qo'shqarib boshlagan bu mening maktabim loyihasiga men ham o'zimning maktabimni tavsiya qilmoqchiman. Mazkur loyihaga mening maktabim ham, ya'ni Kentov shahridagi O'zbekali Janibekov nomli ko'p sohali maktab gimnaziyasi ham xatdan loyiq degan fikrdaman. Nega deysizmi? Chunki ko'p tajribaga, katta tarixga ega bo'lgan maktablarning orasida tashkil topganiga atigi 25 yilgina bo'lgan ko'p sohali maktab gimnaziyamiz hozirgi kunda respublika darajasida xalqaro miqyosda dong'i ketib juda ham ko'plagan yutuqlarni qo'lga kirityapti. Maktabimizning 25 yil oldingi, ya'ni Kentov shahrida ko'p sohali maktab gimnaziya bo'lib ochilish tarixiga nazar tashlaymiz. 1953-yil barpo etilgan va Qozog'istonga 30 yil nomi bilan ochilgan 3-sonli maktab dastlab rus maktabi bo'lib faoliyat ko'rsatdi va shu davrning o'zidayoq bu maktabdan juda ko'p buyuklar, olimlar va tadbirkorlar yetishib chiqdi. 2-yil ulug' ustozimiz, O'zbek madaniyat markazining raisi, fidoyi fuqaro Hoshim aka Abduvaliyevning sa'y harakatlari bilan O'zbek maktabi bo'lib ochildi va faoliyat ko'rsata boshladi. Tinib tinchimagan ustoz va rahbar Hoshim aka bu umumiy maktabga gimnaziya maqomini olib berish uchun qilgan izlanishlari, harakatlari, orzulari 2006-yil amalga oshdi va ko'p sohali maktab gimnaziya statusini oldi. 2023-yil maktab gimnaziyamizga madaniyat xodimi va jonkuyari O'zbekali Janibekov nomining berilishi katta yutuqlarni qo'lga kiritishimiz uchun ilhom bag'ishladi. Endi 25 yillik tarixga ega bo'lgan maktabimizning yutuqlariga nazar solsak, maktabni 2001-2025 yillar mobaynida bitiruvchilardan 680 ta grant sohibi, 68 ta oltin belgi sohibi bitirib chiqdi va bu yutuq maktabimizning respublika darajasidagi eng a'lo 100 maktabning tarkibiga 2 marotaba kirishiga sabab bo'ldi. Respublikamizning nufuzli oliygohlarini bitirgan shogirdlarimiz hozirgi kunda Qozog'istonning ravnaqiga ulkan hissasini qo'shmoqda. Bilim, sport va madaniyat sohasida teng faoliyat ko'rsatishimiz evaziga shogirdimiz Baxtiyor Anarbayev 3 marotaba Aziya chempionligiga sazovor bo'ldi. Jarqin bo'lajak loyihasida ishtirok etgan Jalolova Diana 2 marotaba respublika miqyosida Qozog'iston bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. Izzatullayev Doniyor Aybin Respublika harbiy vatanparvarlik musobaqasida oblastda birinchilikni qo'lga kiritib, respublikaga yo'llanma oldi. 13 ta o'quvchimiz oblastdan sovrinli o'rinlarga ega bo'ldi. 5 tasi birinchi o'rin olib, respublikaga yo'llanma oldi. Bulardan 2 ta o'quvchimiz respublikada 3-o'rin va bittasi gramota va yana 2 ta o'quvchimiz sertifikat bilan taqdirlandi. Maktab tarixida birinchi marta IELTS'dan 3 ta o'quvchimiz 6,5-7 ball to'pladi. Bu yilgi, ya'ni 2025-26 o'quv yili yagona milliy test natijasi bo'yicha shahar bo'yicha eng yuqori, ya'ni 130 ballni o'quvchimiz Ikromova Jasmina oldi. Milliy test bo'yicha 15 ta o'quvchi hozirgi kunda 100 balldan ortiq olib, yaxshi natija ko'rsatdi. Hozirgi kunda Hoshim aka boshlagan bu xayrli va mas'uliyatli rahbarlik ishini yosh, ishbilarmon, bilgir Mansur aka Akeshev davom ettirmoqda. Gaplarimga yakun yasar ekanman. Biz atigi 25 yillik tarixga ega bo'lgan O'zbekali Janibekov nomli ko'p sohali maktab gimnaziyamizga, bilim maskanimizga bor vujudimiz bilan xizmat etishga tayyormiz. Zero Qozog'istonimizning o'sib rivojlanishi uchun, ravnaqi uchun bilimli yoshlar kerak. Biz esa shu yo'lda tinmay mehnat qilishga bel bog'laganmiz. Maktabim mening faxrim, mening iftixorimsan.